ushbu tagir chin to'g'ri tasbihimiz bo'lsa, Alloh taolo qo'limizni tasbih qilib qo'yibdi. Mana subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh desa, mana yuragimiz og'risa, boradi, apparatni taqadida yuragimizni ko'rsatadi apparat. Yuraging og'ribdi, validol ichkin deydi. Jigarimizni ham ko'rsatyapti. Bunday apparat bor, ko'rsatadi. Jigaring shishibdi, essensial ichkin deydi. Lekin shunday kun bo'ladi, bugun qalbim qop-qora deymiz. Qalbimga hech narsa sig'mayapti deymiz. Qalbimizni ko'rsatadigan apparat ham yo'q, dori ham yo'q. Qalbimizni jilovlantiradigan narsa bu tasbih. Ishonmasangiz sinab ko'ring, tasbihni ko'p aytsangiz, hech kim bilan ishingiz bo'lmay qoladi. G'iybat, sifat hech kim bilan hech narsani ishi bo'lmay qoladi. Hali bir odam vafot etibdi-da. Vafot etsa, u dunyoga boribdi-da, o'sha nomai amoli taroziga qo'yilibdi. Taroziga qo'yilsa, boyagi tasbihdagi bitta subhanalloh yetishmabdi hali odamga. Keyin Alloh taolo o'sha yerga ham insonlarga qarashar ekan-da. Hali odamga aytibdi, bor debdi. Bitta subhanalloh topib kelsang, seni jannatga kirgizaman deb. Agar subhanalloh topolmasang, seni do'zaxga uloqtiraman deb. Qiyomat qoyin, hamma o'zi bilan o'zi. Hali odam izlab o'zini otasini topdi. Otajon, meni dunyoga kelishimga sababchi bo'lgansiz. Meni katta qilgansiz, uylantirgansiz. Mana nomai amolim taroziga qo'yildi. Menga bitta subhanalloh yetishmayapti. Otajon, bering desa, "Bolama, o'zim ko'p gunoh qilganman. Senga subhanalloh bera olmayman" debdi. Hali odam yana odamlarning ichidan izlab o'zini onasini topdi. Onajon debdi. Nomai amolim taroziga qo'yildi. Menga bitta subhanalloh yetishmayapti. Berib turing desa, "Bolama, o'zim savob oqtarib yuribman. Men senga subhanalloh bera olmayman" debdi. Hali odam yana odamlarning ichidan izlab o'zini barvasta o'g'illarini topdi. "O'g'illarim, sizlarni dunyoga kelishlaringga sababchi bo'lganman. Boqqanman, uylantirganman. Mana hozir otalaring do'zaxga qulayman deb turibdi. Menga bitta subhanalloh beringlar" desa, hali bolalari shunday qarabdi, "Otajon, subhanalloh nima u?" debdi. Bolamizga o'rgatmaymiz-ku masalan, ba'zimiz o'zimiz ham bilmaymiz. "Otajon, bizga subhanalloh yo'q, o'rgatmagansiz. Subhanalloh bera olmaymiz, bizda yo'q" debdi. Hali odam noiloj, onasi bermabdi, otasi bermabdi, barvasta o'g'illari bermabdi. Noiloj kelib jahannamga, do'zaxga endi o'zini tashlayman desa, qiz farzandi chiqib kelib shunday do'zaxga parda bo'ldi. "Otajon, qayerga ketyapsiz?" debdi. "Ah qizim, nomai amolim taroziga qo'yildi. Menga bitta subhanalloh yetishmadi. Otamdan so'radim, bermadi. Onamdan so'radim, bermadi. Barvasta akalaringdan so'radim, bermadi. Nima uchun mendan so'ramadingiz, otajon?" debdi. "Ah qizim, sen bir ojiza bo'lsang, sendan qanday qilib so'rayman" debdi. Hali qiz shunday yerga o'tirib Allohga iltijo qildi. "Ey Robbim, meni joyim qayer?" debdi. Hali qiz 5 mahal namozini o'qigan, Ramazonda ro'zasini tutgan, erini rozichiligini olgan qiz bo'ladi ekan. Allohdan nido kelibdi, "Seni joying jannat" debdi. Hali qiz yana o'tirib iltijo qildi. "Ey Robbim, meni otajonim dunyoga kelishligimga sababchi qilgan, boqqan, katta qilgan, endi xizmatini qilaman deganimga boshqa xonadonga kelin qilib berib yuborgan. Otajonimning xizmatini qila olmaganman. Maylimi do'zaxga kirib otajonimning xizmatini qilay desa, Alloh hayo qildi. Farishtalarga buyruq beribdiki, jannatiy qizni otasi bilan birga jannatga kirishgan. Buning uchun og'zimiz bekor bo'ldimi? Ko'p zikr qilaylik. Zikr, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, astag'firullohni ko'p aytaylik. Mana o'ng yelkamizda o'ng farishta, chap yelkamizda chap farishta o'tiribdi. O'ng yelkadagi yaxshi narsalarni yozadi, chap yelkadagi gunohlarni yozadi. Yana gunoh qilib qo'ysak, o'ng yelkamizdagi farishta 6 soat bundan iltimos qilar ekan. Yozma, tavba qilar. 6 soat gunohimiz yozilmaydi ekan. Allohning mehribonchiligini qarang, rahmdilligini qarang. Allohning qudrati cheksiz. Uning uchun men mana nonligan odamlarni ko'rsam hayron qolaman-da. Duo bor-ku, Allohni ko'rib turganday qilib so'rang. "Ey Robbim, men seni ko'rmasam ham sen meni ko'rib turibsan-ku. Boshimga shunday mushkul tushib turibdi. Paloncha narsani 100 marta aytsa pismadoncha bo'ladi. Allohning bu ismini aytsa bunday bo'ladi." Hamma narsaga yechim bor. Mana insonlardan so'ray, kimni yaxshi ko'rasan? "Oy, nevaramni yaxshi ko'raman, bolamni yaxshi ko'raman, erim tashlab ketdi, erimni yaxshi ko'raman." Yo'q, kimni yaxshi ko'rasan? "Ey Robbim, seni yaxshi ko'raman birinchi navbatda. Yig'lasam faqat sen uchun yig'layin. Ko'z yoshlarimga faqat sen arziysan. Keyin kimni yaxshi ko'rasan desa, Rasulullohni yaxshi ko'raman. Jonim fido bo'lsin Rasulullohga, ota-onam fido bo'lsin Rasulullohga" deb sevmaganimizcha iymonning lazzatini totolmaymiz. Iymon nima, islom nima bilmay o'tib ketamiz. Payg'ambarimizning oldilariga bir
Shunday odamlar to'planib keldida, qani dedi, namoz o'qi deyapsiz dedi. Men oxir zamon payg'ambariman deb aytyapsiz dedi. Bizga mo'jiza ko'rsating dedi. Payg'ambarimiz nima mo'jiza ko'rsatay dedi. Oy to'lib turibdi. Shu oyni ikkiga bo'lib beringchi dedi. Payg'ambarimiz shunday muborak qo'llarini oyga shunday ishora qilib, shunday qildi, oy ikkiga bo'lindi. Shunday bir bo'lagi borda orqaga tog'da orqasiga berkindi. O'sha narsani ko'rib ham ko'pchilik ergashmadi. Mana hozirgidek odamlar bo'lganda, kim borib kirib ketdi degan odamlar. Rasululloh bizni sehr qildi, ko'zimizni bog'ladi dedi. Lekin boshqa shaharlardan karvonlar kirib keldi. Ulardan so'radi, sizlar kecha rostdan ko'rdilaringmi oy ikkiga bo'linganda? Ular guvohlik berdi. Biz ham ko'rdik dedi. Endi qarang 14 asr o'tib Amerika olimlari oyga chiqyapti. Shunday qarayapti, oyda o'rtasida yorug'i bor, uni hech kim hech narsa bilan yorolmaydi. Shunday qarayapti, hadis bor, payg'ambarimiz qo'llari bilan yorgan. Hamma o'sha chiqqanlar hammasi islomni qabul qildi. Ana payg'ambarimiz 14 asr oldin roza tutinglar dedi. Sog'lom bo'lasizlar, farz dedi. 14 asr o'tib Germaniya olimlari rozani ustida tadqiqot o'tkazdi. Tadqiqot o'tkazuvdiki, roza tutgan odamda rak kletkalari quriydi ekan. Rak kasaliga chalinish kamroq bo'ladi ekan. Qarang, hamma narsa ilmda isbotlanyapti-da. Payg'ambarimiz bilan shunday biz uchun urdilar, tishlarini sindirdi, boshlarini yordi, ustiga tuyani ichak choqlarini olib kelib to'kdi. O'shanday kunlarda birida payg'ambarimiz shunday yo'lda ketayotdi, oldidan bir baquvvat gavdali yigit chiqdi, Rukkona degan yigit. Hali Rukkonaga aytdi, "Ey Rukkona" dedi, "Sen qara baquvvatsan, gavdalisan, meni mana uryapti, toshbo'ron qilyapti. Ke sen islomni qabul qil, men oxir zamon payg'ambariman, meni oldimda meni himoya qilib yurgin" dedi. Hali yigit shunday payg'ambarimizga qaradi, "Men qanday bilaman" dedi, "sizni" dedi, "oxir zamon payg'ambari ekanligingizga" dedi. "Mo'jiza ko'rsating" dedi, "Keyin sizga ergashaman" dedi. Shunda bir soyda bo'yida katta daraxt o'sib turuvdi. Ana shu daraxtga borib Rasululloh senga salom aytdi desang, daraxt guvohlik beradi dedi. Hali Rukkona degan yigit qanday qilib daraxt bo'lsa u dedi. Shunday ustidan kulganday bo'ldi-da, daraxtga borib, "Ey daraxt, Rasululloh senga salom aytdi" dedi. Shu daraxt bu chetga silkindi. Bu chetga silkindi, butun ildizi bilan yerdan qo'parilib, ildizlarini sudrab payg'ambarimizning oldilariga kelib, "Assalomu alaykum ya Rasululloh" deb tilga kirdi. Bu narsani ko'rgan hali Rukkona degan yigit dirillab qoldi. "Ya Rasululloh, ayting daraxt joyiga borib tursin, ishondim oxir zamon payg'ambari ekanligingizga" dedi. Shunda payg'ambarimiz "Va alaykum assalom. Ey daraxt, bor joyingga borib tur, jannatda men bilan birga bo'lasan" dedi. Hali daraxt yana ildizlarini sudrab borib joyiga qadaldi. Xudo xolasa hammaga umralarga, hajlarga borish nasib qilsa, Makka shahrida daraxt masjidi hali ham bor. Hammani ko'zi bilan ko'rishlikni Alloh taolo nasib qilsin.